O'zbekning eng asl farzandi Saidahmad Husanxo'jayev. Said Ahmad 1920-yilning 10-iyunida Toshkent shahrining Samarqand Darvoza mahallasida tug'ilgan. Onasi Zulfiyaxon savodli va husnixati chiroyli ayol edi. U Fuzuli, Huvaydo va Mashrab g'azallarini o'qirdilar. Said Ahmad aytishicha, otasi mashhur pedagog va olim Ismoilbek Gaspirinskiy bilan yaqin do'st bo'lgan. Sonxo'ja Dadaxo'ja o'g'li rus tilini juda mukammal bilgan. Uning bolaligi Elbek, Oybek, G'afur G'ulom singari adiblar davrasida o'tdi. U Nizomiy nomidagi pedinstitutda bir muddat o'qigach, 1941-yilda Mushtum jurnalida ishladi. 1942-43-yillarda Respublika radiosida, 43-47-yillarda esa Qizil O'zbekiston gazetasida, 48-50-yillarda Sharq yulduzi jurnalida mehnat qildi. Said Ahmad hikoyanaviy sifatida tanilgan. Uning Cho'l burgiti, Lochin, Bo'ston, To'yboshi, Hayqiriq, Muhabbatning tug'ilishi, Qorako'z Majnun singari o'nlab hikoyalarda sadoqat, mehr, odamgarchilik, ishonch, e'tiqod singari ma'naviy qadriyatlar ta'sirchan aks ettirilgan. Yozuvchi hajviy hikoyalar yaratish bo'yicha Abdulla Qahhor an'analarini davom ettirgan ijodkordir. Uning Sobiq, Qoplon, O'rik domla, Muzey, Bo'ri ovi, Handon pista kabi ko'plab hajviyalarida inson tabiatidagi qusurlar badiiy tadqiq etiladi. Uning qishloq mavzusidagi qadrdon daralar, hukm qissalari, chalkash insoniy taqdirlar mahorat bilan aks ettirilgan. 45 kun, Hijron kunlari, Ufq bo'sag'asida romanlardan iborat Ufq trilogiyasi inson qismati turg'unlik davri qabohatlari fonida tasvirlangan Jimjitlik romani, bolalar hayoti ifodalangan Sherzod va Gulshod, dunyoning 7 burchagiga yoyilgan kelinlar qo'zg'oloni, Yolg'iz Mo'ysafidning ruhiy iztirobini aks ettirgan Kuyov singari sahna asarlari adibning katta ijodiy mahoratlaridan dalolatdir. 50-yillar boshida millatchi sifatida bir necha yil qamalib ham chiqdi. Milliy istiqlol yo'lidagi xizmatlari uchun Said Ahmad 1999-yilda O'zbekiston qahramoni unvoniga, O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoniga ega bo'lgan. Buyuk xizmatlari uchun Do'stlik ordenlari bilan mukofotlangan. Said Ahmad 2007-yilning 5-dekabr kuni 87 yoshida vafot etgan. Said Ahmad o'zbek adabiyotiga salmoqli hissa qo'shgan yozuvchi sifatida tarix sahifalaridan nafaqat xalqimiz yuragidan ham joy olgan adibdir.